56 maktabga Xush kelibsizlar. Bizning maktabimiz 1989-yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi va hozirgacha ko'plab o'quvchilarga ta'lim beradi. Bizning maktabimizda har kun saflanishlar olib boriladi. Bu saflanishlar bizning maktab direktorimiz Nodira Ergasheva va Obidxon ustoz tomonidan olib boriladi. Bu saflanishlar davomida madhiyamiz kuylandi va ajoyib yangiliklar e'lon qilinadi. Maktabimizda 80 tadan ortiq o'quvchilar dars beradi. Ularning har birlari oliy toifali va o'z kasbining ustasidir. Biz ularning darslarida hech ham zerikmaymiz. Наши учителя очень добрые, они помогают нам во всем. Biz o'qituvchilarimizning chin qalbdan yaxshi ko'ramiz. Bizning ingliz tili va rus tilidan ta'lim beruvchi o'qituvchilarimizning barchalarida yuqori darajali sertifikatlar mavjud. Albatta ular dars davomida ingliz yoki rus tilida gaplashadi and we are pleased about that. Bizning maktabda 60 dan ortiq xonalar bor va ularning sharoiti juda ham zo'r. В нашей школе есть буфет, в котором мы можем пообедать, и там очень много вкусных блюд. Aynan shu yerda bizning ustozlarimiz turli-tuman tadbirlarni o'tkazishadi va biz unda mazza qilib qatnashamiz. Biz barchamiz bo'sh vaqtimizda taraqqiyot o'quv markaziy tillarni va fanlarni o'rganamiz. Biz bir maktabda o'qiymiz. Lekin taraqqiyot Bizning